Мынакей достор, дробилканын дагы бир түрү. Бул дробилка экен да. Чөп пая дагы. Qancha so'm? Немечи? 15 so'm. Берке дан өсүмдүктөрүн. Buğday, arpa, maka tartab. Endi elegi almashtirsang, buğday, arpa. Elegi barmı hazır? Elegi barmı? Mana o hozir Makkaga. Au, nima ekan? Payaga ekan buni. Mana o ko'p payaga. Bul payaga ekan, buni makaga ekan. Makkaga. O'zing ham pul berib qo'ysang bo'laveradi, nima aytaman? Buna üstüçü. Üstüne salır nemeni? Makani. Makkani mana onu qo'yiladi Makkaga. Ha, maka salganda oşol qo'yiladi ekan da, значит, да? Qo'yib ko'ringchi. Mana bunday qo'yiladi. O mana Nol teshikdan? Nimasi bor o pastda. Regulyorga o'rnatganda. O'sha yerdan maka tushadi uldiga. Uxalangan maka bu yoqdan chiqadi. Yo'qdan chiqaradi. Maka. Bu o'zini sanasada. O'chirib jandırgıcı bu yerda ekan. Motori qancha quvvatliligi? O 4,5 kilovat. 4,5 kilovat. Оборотчу? 3000 оборот. 3000 оборот deydi. Pulu qancha bunun do'st? Taqsir. 15.000 so'm kemi bor deydi. Taqsir. Mana o nima beradi? Regulyor. Şu paya bu hozir tushtirishda uqalangan makani solib turib, ona topgan sari ochilaveradi. Regulyorga qo'yasiz. Javob nima olib ko'ringchi? 15 kam bor. Paya salganda buni olib qo'yadi, chöp salganda. Buni pulni olib qo'yasiz. Olingchi bir. Naka. Shintib turib, olib turib, ustiga olib qo'yatgan. Naka. O'shol bıçaqlari mo'qib qolsa, qurchitsa bo'ladimi? Qurchitsa bo'ladimi? Ha, qurchitsa bo'ladi. Ne, qaysi materialdan jasalgan bu? Restore bu. Moskvichuz. Naka dostlar. Shardan geldiniz baba. Poçtan. Poçtan Shardan. Nariman ayından. Nariman ayından geliptir. Uyda barmı dağı? Ha? Uyda barmı? Satıla turgan? Yo'q, oxirgilari. Bu oxirgisi va. Bu bilay narsa, sezonni ish qilaman. Ha. Shu oxirgisi ekan do'stlar. Molotko nima? Kuzmechni molotko qilaman. Aka to'qmaymiz. 2 faz berishdik. Naka. Bir fazada ishlayveradi. Bir fazda. Buna dostlar 15.000 so'm kemi bor deydi. Naka dostlar, drobilkanın dagı bir başqacha türü paydo boluptur. Bunun bul dele bayagı paya, çöp, nemeleri tartıveradi, presslerde. Ha, presslar ham Dan ösümdüklerindagi buğday, maka, arpani tartar. Ha, buğday, maka, arpani, payani, çöpni Bu özgöçe to'g'riloq ekan. Tartilgan bu yoqdan chiqadi o'xshaydi, ha? Ha, ostidan chiqadi. Bu yoqqa bir idish qo'yib qo'yadi. Qapsa uyilib qo'ysa bo'ladi. Qapsa uyilib qo'ysa ham bo'ladi. Daga bayag'ida Temir idish qo'yib qo'ysa bo'ladi. Temir idish ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Katta kareta qo'yib qo'ysa, o'shani jinlab. Nima olsa? Bunisi haligi nasatkasi paya qirqqanda buni qo'yib qo'yadi. Bir tarafdan bunday sho'rib, reska tomoni. Paya qirqqanda bundan foydalanadi. Demek çöp paya tartqanda hech narsa yo'q, o'sha yerga solaveradi. Jem tartganda buni ichini setga qo'yib qo'yiladi. O'sha yerga. Ha, mayda setkadan qo'yib qo'ysa, setkani ashi teshigine qarab turib, cho'ng kichigine qarab turib, Bundan qo'yib ko'ringizchi, buni bayag'i maka-saka buğday, mayda nemeler, o'simliklar bunaka. Buni manday qilsa, mana shu положениеda qo'yib qo'yadi. Makani men qatirib qo'yadi, ha? Mana shunday qilib qatirib, bolgachkalab qo'yadi. Tushayotganda oldiga. Tushayotganda, uni qopmayan angtarganda. Pichog'ini tushsaylar, boyaga hammasini maydalab olib ketadi. Mana shunday. Naka, buning quvvatligi qancha, ava? Quvvati 4 kilovat, 1,5 ming. 1,5 ming оборот, 4 kilovat deydi, naka. Puli-chi? Puli 14 ming, kichina kami bor. 14 ming so'm kemi bor deydi. Nol restore bu? Ha, resordan qilingan o'ta qurch. Bittasi primoy, ikkinchisi bunday kichkina pichoq, ana передвижный pichoqlari bor. Bayog'ida plavishli pichoqlari. Ishlar qimillab turadi. O'ma qimillab turadi. O'shunda bayog'
udar kelgende kişini özünü balansiyet kılıp durardı. Bunu moqop kalsa alıp çıkarıp kurçutsa Albatta olur. orta sentralni boltunu çıkarsa ikkovi teng çıkadi, oşun bayağı ustalar kurçutуп berет, men emek kılıp turib. Nake түшүнүктүү достор, тоголок формада экен булар. Nake. Geç pul diyorsun mu? 14. Мына достор, бүгүн базарга эки түрдүү дробилка чыгыптыр. Экөөнү тең тарттык. Кайсынысы жакса алсаңыздар боло берет. Үйүңүздө дагы барбы? Бар, заказ кылса телефон номерин жазып коесуңуз. Айтсаңыз номериңизди. Менин номерим 0555 555 менен 88 88 81 81 09. 09. Авазбек уста. Авазбек деген уста экен. Ушул номер жазып алыңыздар достор. Сиз кайсыл айылдан келдиңиз, аба? Мен Онадыр жактан, почта жактан. Оштогу Онадыр айыл аймагынан келиптир. Мынакей.